hurmatli mijozlar, bankimizda sobiqlari bor ayollarga tadbirkorlik qilish uchun beriladigan ayollar tadbirkorlik bilan to'g'ri shug'ullansin deb Prezidentimiz tomonidan 385-qaror 310 qaror tadbirkorlikni rivojlantirish uchun Prezidentimiz qarorlar chiqqan imtiyoz 7 yillik 22%dan beriladigan kreditlar bor. Bankimizda qo'shnilarga ta'minlashadigan transaksiyalar tadbirkorlik qilish yaratilgan. Bemalol kesalaringiz qo'shnilarga tadbirkorlik ta'minlash bo'lsa, kreditlar beradi. Agar savollar bo'lsa, muammolar bo'lsa, bemalol kelib aytsalaringiz, biz qo'ldan kelgancha tadbirkorlik qilishga yordam beramiz. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol berishasiz. Kredit bo'yicha